Hammaga salom, men fotograf Sardor Azimov, 16 yildan beri fotografiya sohasida faoliyat olib boraman. O'zbekistonda birinchi bo'lib fotografiyani asos bilan o'rgatadigan fotomaktab asoschisiman. Sizlar bilan bu dasturlarimizda fotografiya sirlarini o'rganib boramiz. Hamma ham chiroyli manzarani ko'zi bilan ko'ra oladi, lekin uni kamerada rasmga ola olmaydi. Sababi hamma ham kamerani ishlatishni bilmaydi. Kameralarni undan oldin turlarini biz bilib olishimiz kerak, qanaqalari borligini. Biza bilgan eski plyonchnik kameralar, bezerkalniy kamera, keyin zerkalniy kameralar bor. Bu ikkalasini ham o'zi ikki xili bor, full frame va crop. Bizning qo'limizda hozir full frame, hammasi professionalniy. Zerkalniy kameralar hayotda ko'rinayotgandek shisha orqali ko'ramiz. Bu qanaqa ishlaydi? Oyna bor. Oynaga tasvir obyektiv orqali tushadi va rasmga olgan paytimizda bu shtorka tepaga o'tgan vaqtda hamma ma'lumot kamerani chipiga tushadi. Va bizda bezerkalniy kamera bor. Ichida oyna yo'q. O'shani hisobiga ancha qisqaroq, ixchamroq qilib ishlangan. Ekranda biz ma'lumotlarni faqat piksellar orqali ko'ramiz. Ya'ni real live hayotdagi ko'rinmaydi. Faqat o'sha mayda piksellarning hisobiga informatsiya primoy qiladi. Bunda ham rasmga olganda o'sha shtorka ochilib yopiladi. Men tavsiya qilgan bo'lardim, agar sizlar rasmga olayotganingizda ko'proq glazoda rasmga olish xohlasanglar va real live holatda ko'rish xohlasanglar, zerkalniy kamerani ishlatishinglarni. Qulay, yengil, ixcham kamera xohlayotgan bo'lsa, bezerkalniy kamerani tavsiya qilaman. Endi biz sizlar bilan obyektivlar haqida gaplashamiz. Qo'limda ikki xil obyektiv bor. Bittasi zoom obyektiv, ikkinchisi fix obyektiv. Fix obyektiv bu bitta fokus masofasiga mo'ljallangan bo'ladi. Qo'limda masalan 85 mm obyektiv bor. Bundan tashqari 50 mm lik obyektivlar yoki 35, balkim 135, 100 mm lik obyektivlar ham bo'lishi mumkin. Bu 24 ga 105. Bular plus tomoni zoom bo'ladi. Ya'ni ham 24 bor, keng olib beradi. Ham 105 bor, ixcham qilib uzoqdan yaqinlashtirib olib beradi. Zoom obyektivlarni ham har xili bor. Masalan 70 ga 200, 24 ga 70, 17 ga 40, 16 ga 35 va hokazo. Kadrlarimizni yana ham boyitish uchun bizda yorug'li manbalar kerak bo'ladi. Hozir ko'rib turganinglar bo'lsa, bular doimiy yorug'li. Bizda yana bor impuls yorug'li. Bular juda ham moshning bo'ladi, qanaqadir doli sekundda yonadi va sinxronizator orqali ishlaydi. Biz bu yerdan signal berganimizda bu svet yonadi va bir vaqtda o'zida bir nechta impuls yorug'lik bilan ishlashi ham imkoniyatini mana shu sinxronizator qilib beradi. Bu sinxronizator kameraning tepasiga qo'yiladi va qotiriladi. Va endi bu spishkalarni uzoq joylarga shtativ ustiga har xil nasatkalar bilan qo'ygan holatda rasmga olinadi. Endi sizlar bilan shtativlar haqida gaplashamiz. O'z fotograf asosan 90% holatlarda qo'lda rasmga oladi. Shunda tabiiyroq va yaxshiroq chiqadi. Lekin ba'zi holatlarda biz shtativda rasmga olishga majburmiz. Vidrishkani uzun qo'ygan holatimizda bizda qo'lda rasmga olayotganimizda kadr qimirlagan hisobiga rasmni surkalib chiqadi. Bu narsadan qochish uchun shtativga qo'yib rasmga olsak, rasmlarimiz surkalmasdan tiniq chiqadi. Endi bunga o'rnatish tartibi bor. Yoniga mana shunaqa plashatkasi bor. Shuni burab qotirib olamiz va bu plashatkasi bilan shtativimizga uni mahkamlaymiz. Bemalol har qanaqasiga boshqarib ishlatsak bo'ladi. Bugungi dars mavzuimiz shudan iborat edi. Fotografiyaga taalluqli barcha instrumentlarni o'rganib chiqdik. Bizning sahifaga obuna bo'ling va keyingi sonlarda amaliy mashqlar bo'ladi. Kuzatib borishda davom eting.